Prezidentimizni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomalari yilning eng katta tarixiy voqealardan biri deb hisoblashimiz kerak. Murojaatnomada oxirgi 9 yilda O'zbekistonda tizimli asosda qilingan ishlarning sarhisobi, erishilgan natijalar borasida tahlil berildi. Albatta, mana qaraydigan bo'lsak, haqiqatan juda katta ishlar qilindi. Shu yil natijasi bo'yicha yalpi ichki mahsulotimiz 145 milliard dollarga yetdi. Bu juda katta natija. Ma'ruzada ham ta'kidlab o'tildi, shu narsaga erishsa bo'larmidi? Albatta, mana shu hammasi O'zbekiston boshidan olib borilayotgan tizimli iqtisodiy islohotlar, xalq farovonligini oshirishga qaratilgan choralar natijasi sifatida ko'rishimiz kerak. Ta'kidlandiki, kelgusi ko'radigan choralarimiz natijasida agar hammasi o'sha tizimli qiladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimizni 5 yil ichida 240 milliard dollarga yetkazish imkoniyatlari bor. Mana qanaqa O'zbekistonni salohiyatini biz ko'zlayapmiz, qanaqa marralar erishyapmiz. Prezidentimiz aniq bitta narsaga qayta erishdilarki, birdamlikda bizni asosiy kuchimiz, birdamlikda biz o'sha marralarga erishishimiz kerak. Ma'ruzada bundan buyon mana shu islohotlarimizni yo'nalishlari ham belgilab olindi. Bu hamma o'sha xalqimizni turmush farovonligini oshirishga, islohotlarimizni mantiqiy davomiyligini ta'minlashga qaratilgan choralar belgilab olindi. Bu avvalambor shu mahallalarimizni yana ham obod qilish, bu suv masalasi bo'ladimi, bu yana ham yo'llar masalasi, bu kundalik aholini hayotiga eng past quyi bo'g'inda tadbirkorlikni faollashtirish, ya'ni odamlari hayotini eng pastdan shu bevosita ta'sir ko'rsatadigan nuqtalariga yana davlat yordam beradi, yana davlat e'tibor qaratadi va butun davlat apparati bunga safarbar bo'ladi. Bu albatta iqtisodiyotimizni yana ham modernizatsiya qilish. Ma'ruzada ham shu alohida ta'kidlandi, ya'ni juda murakkab, raqobat kuchayayotgan tahlikali zamonda biz raqobatdosh bo'lishimiz uchun, biz yana ham kuchli bo'lishimiz uchun albatta bu zamonaviy texnologiyalar kerak, zamonaviy texnikalar kerak, zamonaviy yondashuvlar kerak. Albatta iqtisodiyotda ham yondashuvni o'zgartirish, uni sanoatini yana ham modernizatsiya qilish borasida ham davlat alohida choralar ko'radi. Bu keyingi yo'nalishlar bu ichki talabni kuchaytirish, ya'ni hamma xizmat sohasini ushbu bozorimizni to'ldirish uchun alohida choralar ko'riladiki, yana ham aholining farovonligini oshirish uchun bo'ladigan choralar. Albatta, alohida yo'nalish bu har doim bo'lgan bu ta'lim sohasi, bu sog'liqni saqlash sohasi va rahbarimiz alohida ta'kidladiki, bu kasbga o'qitish, kasb-hunar, ya'ni yoshlarimiz qanchalik kasbli bo'lsa, shuncha bizning kelajagimiz porloq bo'ladi. Ishsizlik yo'qoladi, shunchalik iqtisodiyotimiz mustahkam bo'ladi. Albatta, ekologiya masalasi. Buni biz O'zbekiston uchun strategik yo'nalish va O'zbekiston buni uzviy ravishda davom ettiradi. Bu yerda albatta yashil energetika, bu havo, suvni tejash texnologiyalari, umuman ekologiya sohasidagi tizimli ishlar davom ettirish bo'yicha aniq takliflar ilgari surildi va albatta davlat boshqaruvi, xalqqa xizmat qiladigan davlat, bu davlat xizmatlarini yana ham takomillashtirish, sud huquq tizimida qator umuman sohalarda albatta davlatimizni yana ham shu o'z samaradorligini oshirish bo'yicha aniq takliflar ta'kidlab o'tildi.